Assalomu alaykum. Mani ismim Lazizbek Fayzullayev. HR tizimlashtirish sohasi bo'yicha mutaxassis bo'laman. Bo'sh vaqtimda aynan dasturlash bilan ham shug'ullanib turaman. Biza sizga hozir AI rekruting tizimi haqida batafsil tushuntirib beraman. Xo'p, bu tizimni ishlab chiqishimizdan asosiy maqsadimiz nima bo'ldi? Birinchi o'rinda hozirgi vaqtda eskirib qolgan qo'lda qog'ozda anketa yozish va judayam uzoq vaqtlab suhbatlarga chek qo'yish bo'ldi. Bu sohada o'sha jahon amaliyoti bor. Ular bu sohada AI rekrutingga AIni integratsiya qilishgan, buni amalda qo'llab kelishyapti, lekin bizani bozorimizda hali bunaqa texnologiya kirib kelgan bo'lishi mumkin, lekin hozircha man bilmayman. Xo'p, nima uchun aynan siz hozirgi vaqtda AI rekruting tizimidan foydalanishingiz kerak, oddiy rekruterga qaraganda? Man siz bilan hozir oddiy matematika asosi bilan hisoblab chiqamiz. Xo'p, kelinglar. Birinchi o'rinda hozir bitta rekruterga nomzod bilan ishlash uchun ketadigan vaqtni qanchani tashkil qiladi? Hozirgi vaqtda biz hisoblashimiz bo'yicha nomzodga telefon qilish, unga test yaratish, anketa ma'lumotlarini analiz qilish, CV skrining qilish, keyin kelgan odam bilan suhbatlashish, u qanchadir kech qoladi, kelgan ma'lumotlar hammasini yig'ish, ularni analiz qilish va oxirgi nuqtaga olib kelish. Mana shungacha bo'lgan davr bitta nomzod uchun 35 minut ketadi deb hisobladik. Lekin bu vaqt bu ko'proq bo'lishi ham mumkin. Biz minimalroq oldik. Xo'p, deylik 35 minut bo'lsa, bir kunda bitta rekruter qancha soat ishlaydi? 8 soat ishlaydi. 8 ko'paytiruv 60, uni daqiqaga aylantirib olamiz. 480. Xo'p, endi 480 bo'lsa, demak buni 35 ga bo'lamiz. Bo'lingan 35. 35 barobar 14 deb oladigan bo'lsak, xo'p, SK bu oyda 22 kun ishlashadi. Bitta rekruter bir oyda 308 tagacha nomzod bilan suhbat qiladi, u bilan ishlaydi, uni ma'lumotlarini oladi, hamma ma'lumotlarni yig'ib, uni nechtasidir ishga kiradi yoki nechtasidir ishga kirmaydi. Mana shu jarayonni biza rekruting tizimida qilmoqchimiz. Hozir mana bu ushbu tizim bu qanday bo'ladi? Buni sizga qadam-ba-qadam tushuntirib o'taman. Va buni oxirida Xo'p, bundan oldin bitta ko'rib chiqaylik. Mana shu 308 ta nomzod uchun siz qancha to'laysiz? Headhunter'dagi ma'lumotlarga ko'ra 15 milliongacha onakan, $900 onakan bitta rekruter uchun. Xo'p, bu rekruter emas, bu $500 to'lanar ekan. Bular 8 million berishmoqchi ekan. Xo'p, bular 15 million berishmoqchi ekan. Bular ham 15 million HR menejer uchun. Bular $1,500,000 berishmoqchi ekan. Biz o'rtacha 10 million deb oladigan bo'lsak, siz 10 million so'm to'layapsiz va 308 ta nomzod bilan ishlashini beryapsiz. Bu ko'proq bo'lishi mumkin, 400 ta bo'lishi mumkin. 400 ta bo'lishi mumkin, lekin hozir ko'rsatganimdek mana bu videoni oxirigacha ko'rasiz, oxirida tariflarni ham ko'rsataman. Qaysi biri sizga ko'proq manfaatliroq bo'ladi? Ya'ni rekruter uchun oyiga 10 million to'layapsiz, bir yiliga 120 million ketyapti. Tizim uchun qancha to'laysiz? Oxirida ko'rasiz. Xo'p, birinchi o'rinda biza platformaga ruxsat berilgandan keyin qiladigan eng birinchi ishimiz bu vakansiya yaratib olish. Bu tizim bitta ishni juda ham qoyilmaqom qiladi. Bu xodimni saralab, uni sizga ma'lumot ko'rinishida olib keladi. Xo'p, bu ma'lumot qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Bu ma'lumot quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Mana ko'rsak bo'ladi. Sizga quyidagi ko'rinishda ma'lumotni olib kelib beradi tizim. Mana bu yerda anketa ma'lumotlari bor, CV ma'lumotlari bor. Xo'p. Shu holatda sizga ma'lumotni olib kelib, bu yerda ko'rib turganingizdek progressimiz bor, necha foiz progressda ketayotgani. Xo'p, vakansiya yaratishga o'tamiz. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bu anketa yaratib olish. Anketamiz ikki xil ko'rinishda bo'ladi, nomzod bilan, oddiy nomzod uchun bo'ladi. Bunda rasm, ism, familiya,
va telefon raqami bo'ladi, eng minimal holatda va keyingisi rezyume bilan bo'ladi. Bu rezyume bilan bo'ladigan sizdan rezyume so'raladigan joylarda buni qilishimiz mumkin. Xo'p, hozir biz rezyumelikni tanlashimiz mumkin. Xo'p, savollarni bitta ko'rib chiqamiz. Bu savollarni o'zgartira olmaysiz, chunki bu skeletvli savol hisoblanadi. Xo'p, ko'rib turganingizdek tayyor. Bu jumla bitta qo'shimcha savol qo'shishingiz mumkin mana bu yerda. Saqlashni bosdik. Endi testdan yaratib olamiz. Xo'p, bizni hozir mana keling, testdan marketing, xo'p, savdo hammaga tushunarli bo'lishi uchun call operatorga qilsak bo'ladi. Xo'p, call operator bizda уже tayyor. Testlarimizga tushdi. Ko'nikma yaratib olamiz. Ko'nikmalarimiz bor ekan, buni kutubxonadan ham import qilsak bo'ladi. Или mana bu yerdan yaratsak ham bo'ladi qo'l bilan. Testda ham shunaqa, qo'l bilan yaratsangiz ham bo'ladi, kutubxonadan import qilib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, vakansiya yaratishga o'tamiz. Judayam tez bo'ladigan ish. Taxminan 5-10 minutda bitta vakansiyani yaratib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin doimiy foydalansangiz bo'ladi. Deylik, biz AI bilan yaratyapmiz. Qo'l bilan yozsak ham bo'ladi, aytgancha. Xo'p, call operator olamiz. Bizga qaysi tilda kerak hozir call operator? Qidirib olamiz. Ingliz, rus, o'zbek. Tushunarliroq bo'lishi uchun o'zbek tilida olamiz. Yaratishni bosamiz. Bu tizim o'zi ma'lumotlarni olib keladi, hamma ma'lumotlarni yig'ib, bu aynan bu yerda biza boya ishlab chiqqan ma'lumotlarimizni mana shu yerga retseptga solishimiz kerak. To'q tayyorlagandek xuddi. Xo'p, saqlashni bosdik. Mana ma'lumot saqlandi. Ofisimizni manzilini mana bu yerdan shuni lokatsiyasini beramiz. Bunyodkor saloni. Xo'p, mana. Bo'ldi. Endi bosqichlarga o'tamiz. Xo'p, bosqichlarda xo'p, bizning anketamiz nima bo'ldi? Mana shu anketamiz ko'rinishi kerak. Mana. Endi chiqdi. Ko'rganimizdek. Xo'p, mana bu yerni yaratib olsak ham bo'lardi. Xo'p, testimizni tanlaymiz. Bu call operator. Xo'p, keyingisi suhbat tilini tanlaymiz. Bu yerda ingliz, rus, o'zbek xohlagan tilingizni tanlasangiz bo'ladi. Bizga tushunarli bo'lishi uchun o'zbek tilini. Xo'p, savollarni tanlaymiz. Operatorga bildiramiz deylik. Teskari aloqa, feedback olishni ko'ramiz. Xo'p, qo'shimcha savol berish funksiyasini qo'shsak ham bo'ladi. Vakansiyalarni avtomatik qo'yamiz. Xo'p, hammasini tekshirib olamiz. Bu o'tish balli, necha minut beryapmiz test uchun. Saqlashni bosamiz. Xo'p, vakansiya saqlandi. Uni aktiv holatiga o'tkazamiz. Faollashdi. Endi buni ссылкасini olamiz. Ссылкасini olib buni Telegram ga qo'ysak ham bo'ladi, HeadHunter'ga qo'ysak ham bo'ladi, farqi yo'q. Qayergadir bizga yozayotgan nomzodlarga tashlab bersak ham bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Telegramdan, WhatsApp, Gmail tashlasangiz bo'ladi. Xo'p, kiramiz. Или shuni boshqa akkauntdan qilib ko'ramiz. Mana nomzodga ko'rinadigan joy. Mana biz ссылкani yaratib oldik. Yaratib olgan ссылкamizni tayyor bo'ldi. Endi uni nomzodga tashlashimiz kerak. Nomzodga tashlashni boshlaganimizdan keyin u yerdan biza nomzod bo'lib hozir kiryapmiz. Mana boya yaratgan ma'lumotlarimiz vakansiya haqida, lavozim haqida, bu yerga ish ma'lumotlarini yozib qo'ysak ham bo'ladi. Ish vaqti deylik 9 dan 6 gacha, haftada 5 kun ishlaysiz, boshqa lavozim haqida ma'lumotlarni yozsak bo'ladi. Xo'p, foydalanish shartlariga roziman. Xo'p, boshlashni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda boyaga yaratib olgan ma'lumotimiz. Xo'p, bu yerda ism familiyasini yozamiz. Lazizbek. Xo'p, Lazizbek Fayzullayev. Rasm tanlashimiz kerak. O'zimiz bironta nimadir. O'zim bironta rasm qo'yishim mumkin. Mana buni qo'ysak ham bo'ladi.
Xo'p, telefon raqamimizni yozamiz. Husniy 027 Xo'p, yashash manzili. Xo'p, yashash manzilim. Bizga bitta rezume kerak bo'ladi. Mana shu yerda qanaqadir rezume bor edi. Kimnidir rezumesi mana. Rezumemiz yuklandi. Endi keyin davom etish qilamiz. Xo'p, davom etish qilamiz. Mana bu yerga kelganda yana davom etishni bosamiz. Xo'p, bizda boya yozgan testimiz keldi. Mana ko'ryapsiz, bu yerda vaqt ketyapti. Tanlab chiqamiz, test tanlaymiz. Endi bu yerda chegarasi bor. Hop. Xo'p, biz tanlab chiqdik. Testni yuborishni bosamiz. Yuborildi, davom etish qilamiz. Endi suhbatga. Bu nomzod sifatida ketyapmiz. Savolimiz biroz ko'proq ekan, to'qqizta. To'rtta. Xo'p. Menga o'tgan tajribangizdan shunday bir vaziyatni aytib beringki, unda siz qo'l ostingizdagi xodim yoki hamkasbingizning ishidan yoki loyihasidan mutlaqo qoniqmagansiz va unga buni tushuntirishingiz kerak bo'lgan. Unga bu fikrni qanday yetkazdingiz va yakunda xodim buni qanday qabul qildi? Menga o'tgan tajribangiz shunday vaziyatni aytib beringki, unda qo'l ostingizdagi xodim hamkasbingiz ishdan mutlaqo qoniqmagansiz. Albatta, aynan xuddi shunaqa holat bo'lgan. Bu holatlarda qanaqa yo'l tutgan bo'lardim va tutganman. Bunda birinchi o'rinda aynan shu qilayotgan ishda u to'g'ri tushungan yoki tushunmaganligini baholab olamiz. U to'g'ri tushunganidan keyin, to'g'ri tushunadi deb bilganimizdan keyin buni so'rab olaman. Va to'g'ri tushundiman desa, keyin bu vazifa tasdiqlangan hisoblanadi. Ana shu ishni qilgan bo'lsam ham, u undan keyin ham noto'g'ri qilgan bo'lsa, qoniqmagan bo'lsa, unga yana qaytadan tushuntirishga harakat qilaman va sababini o'rganaman. Nimaga san bu ishni noto'g'ri qilding? Xo'p, tugadi. Bosamiz. Shu tartibda qolganlariga ham javob berib chiqamiz. Mana tugatib oldik. Endi biz buni baholashimiz mumkin. To'g'ri yoki 5 qo'yishimiz mumkin. Yuborish qilamiz. Mening arizalarim. Juda ham zo'r tomoni, bunda vakansiyalar doim ko'rinib turadi hammaga. Sizni vakansiyalarningiz bu yerda o'zingiz olgan vakansiyalar nomzod ko'rinib turadi. Nomzod bu yerda bundoq qarab, o'ziga kerakli bo'lgan sizni vakansiyangizni topib ham bu yerga yozishi mumkin. Ariza topshirishi mumkin. Bu foydali. Siz deylik call operatorga qo'yyapsiz, bu yerda oylik maoshlaringizni ham ko'rsatgansiz va kimgadir bu to'g'ri kelyapti, yana boshqa odamga u ham topshirishi mumkin. Xo'p, endi biz tizimga qaytamiz. Mana biz olib kelgan ma'lumot, boya to'ldirgan ma'lumotlarimiz keldi. Bu yerda batafsilga kiramiz. Mana ma'lumotlarimiz kelibdi, hammasi tayyor holatda. Qayta ishlamoqda. Anketa ma'lumotlarimiz shu yerda. CV ma'lumotlarimiz AI tahliliga yuboramiz. Test ma'lumotlarimiz turibdi. 20% ga to'g'ri javob topamiz, atigi ikkitasiga. Tavakkal belgilagandik. Xo'p. Bu yerda suhbat ma'lumotlarimiz turibdi. Mana bu yerda kuchli tomonlarimizni aytgan, minus tomonlarimizni aytgan. Xo'p.
skill bo'yicha hali baholashni olib kelmabdi. Xo'p, analiz qilinyapti. Umumiy olinganda mana shunaqa holatda olib kelinadi. Mana CV tahlil qilinyapti. Mana CV tahlili ham tugadi. Mana bu qanchalik darajada mosligini ko'rsatib berdi. Mana 30% darajada mos ekan bizga hozir bu nomzodimiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda ma'lumotlarning hammasini olib keldi. Ä, Umumiy olganda sizga tayyor ma'lumot keldi. Endi bu yerda o'zingiz print qilib chiqarib olsangiz bo'ladi bu ma'lumotni. Keyin o'sha saralash jarayonini yakunlaganda bo'ladi shuni. Xo'p, mana bu yerda siz filtr qilib tanlab olsangiz ham bo'ladi. Misol uchun kattadan kichkinaga, kichkinadan kattaga qilib turib qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerda kanban ko'rinishida boshqarsangiz ham bo'ladi. Natijaga qayd etilgan yoki o'sha ishga qabul qilingan, rad etilgan qilib bu yerda boshqarsangiz ham bo'ladi. Mana oxirida arxivga jo'nataverasiz kanban sifatida. Bu ishlatishga qulay bo'lishi uchun qilingan. Xo'p, mana shu narsalar hammasi qilinyapti, suhbat qilyapti. Sizdan ma'lumotlarni olib kelyapti. Hammasi necha pul bo'ladi va qancha deylik, bu tarifi qancha. Xo'p, keling ko'ramiz. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda bizda 3 ta tarif bor. Birinchisi bu standart tarifi, ikkinchisi biznes tarifi, enterprise tarifi. Xo'p, standart tarifida nimalar bor? Standart tarifida birinchi o'rinda AI kreditimiz 200 kredit beriladi bir oyga bitta tarif miqyosida. Xo'p, bu nimaga yetadi? Bu 20 ta, taxminan 20 ta suhbat uchun yetadi. Bir oyda va 3 ta vakansiya yarata olasiz. Testlarni cheklanmagan miqyosda yarata olasiz, yuklay olasiz kutubxonadan. CV screening ishlaydi va qo'shimcha 103 sotib olishingiz mumkin. Deylik, botdan sotib olganingizdan keyin deylik sizga qanchadir yetmay qoldi. Shu yerda qo'shimcha 103 yoki 100 ta kredit, 200 ta kredit, 1000 ta kredit o'zingizga sotib olsangiz bo'ladi. 10 ming ta kredit ham sotib olishingiz mumkin. Xo'p, kutubxonadan foydalanishingiz mumkin. Atigi bu $19. Biznes tarifi bo'lsa, bu yerda 5000 kredit beriladi. Bu sizga 500 ta bir oyda 500 ta suhbatga yetadi. Mana boyagi ko'rib turganingizdek, siz oyiga 10 million to'lamaysiz 500 ta suhbat uchun. To есть 308 ta suhbat uchun, 500 ta suhbat uchun $149 to'laydigan bo'lsangiz, siz 500 ta suhbat o'tkazasiz, 10 ta vakansiyada ishlay olasiz. Cheklanmagan miqyosda xonadagi testlardan foydalanasiz, CV screening qilinadi. Ham ma'lumotlaringiz boy ko'rinishda olib kelinadi. Enterprise tarifi bu kattaroq bizneslar uchun bir oyda 10 mingtagacha kredit beriladi va 1000 ta suhbat o'tkazadi. Qo'shimcha 20 ta vakansiya ochishingiz mumkin, plus 20 plus, ya'ni bu cheklanmagan miqyosda ochiladi va siz testlardan xohlaganingizcha foydalanasiz, kutubxonadan xohlaganingizcha foydalanasiz va buni narxi atigi $280. Endi savol, bu o'sha taqqoslab ko'ring, bu arziydimi yoki arzimaydimi? Hammaga rahmat.